Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi mavzu juda muhim. Pensionerlarni, nafaqa oluvchilarni, moddiy yordam va ijtimoiy yordam olayotgan oilalarni xonadonma-xonadon tekshirish holatlari ko'paygani haqida gaplashamiz. Ko'pchilik menga uyimga kelishdi. Savollar berishdi. Yordamni olib qo'yishadimi? Pensiyam to'xtaydimi? Malladan tekshiruv bo'lsa nima deyishim kerak? Qanday hujjat tayyorlab qo'yay deb murojaat qilyapti. Bu ma'lumot har bir pensioner, nogironligi bor shaxs, boquvchisini yo'qotgan oila, kam ta'minlangan xonadon, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olayotganlar uchun juda kerak. Chunki bitta noto'g'ri tushuntirish, bitta hujjat yetishmasligi yoki bitta ma'lumot o'z vaqtida yangilanmagani sababli yordam to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bugun sizga juda oddiy tilda nima aytganini, nima bo'layotganini, kim xavotir olish kerakligini, kim xavotir olmaslik kerakligini va yordamni yo'qotmaslik uchun nima qilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Avvalgi yillarda ko'pchilik ijtimoiy yordam masalasi bo'yicha asosan mahallaga murojaat qilardi. Mahalla oilaning ahvolini biladi, qo'shnilar biladi, rais biladi. Xotin-qizlar faoli yoki hokim yordamchi ko'rib chiqadi degan qarash bor edi. Ya'ni ko'p hollarda yordam tayinlashda inson omili katta bo'lgan. Kimdir ariza beradi, mahalla ko'radi, oilaning daromadi, yashash sharoiti, farzandlari, qarindoshlari, nogironligi, kasalligi hisobga olinadi. Hozir esa tizim ancha o'zgargan. Ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtiriladi. Oila tarkibi, ish haqi, pensiya, nafaqa, avtomobil, ko'chmas mulk, bankdagi ayrim harakatlar, soliq ma'lumotlari, doimiy ro'yxat. Vaqtincha ro'yxat, farzandlarning o'qishi, ayrim hollarda chet elga chiqish-kirish ma'lumotlari ham tekshirilishi mumkin. Buning maqsadi bitta haqiqatdan yordamga muhtoj oilalarga yordam berish, lekin sharoit yaxshi bo'lib turib, tizimdan noto'g'ri foydalanayotganlarni aniqlash. Lekin muammo shundaki, oddiy odamlar bu jarayonni ko'pincha jazolash, pensiyani olib qo'yish, hammani ro'yxatdan chiqarish deb tushunib qoladi. Men aniq aytaman. Agar sizning huquqingiz qonuniy bo'lsa, daromadingiz va holatingiz yashirilmagan bo'lsa, siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Tekshiruvning o'zi yordamni avtomatik olib qo'yadi degani emas. Tekshiruv shunchaki oilaning real holatini aniqlash uchun o'tkaziladi. Lekin yana bir haqiqat bor. Agar oilada daromad yashirilgan bo'lsa, ro'yxatda boshqa odamlar turib, aslida boshqa joyda yashasa, farzand ishlayotgan bo'lib. Ma'lum qilinmagan bo'lsa, pensioner nomida mashina yoki uy bo'lsa-yu, bu holat tushuntirilmagan bo'lsa, yordam qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun bugungi asosiy vazifa qo'rqish emas, tayyor bo'lish. Eng avvalo pensiya bilan ijtimoiy yordamni aralashtirib yubormaslik kerak. Oddiy yoshga doir pensiya, mehnat asosida tayinlangan pensiya yoki nogironlik pensiyasi odatda odamning avvalgi mehnat faoliyati, staj, badallari va qonuniy huquqlar asosida beriladi. Uni mahalla kelib, uyingiz yaxshi ekan deb to'xtatib qo'ymaydi. Pensiya masalasi pensiya jamg'armasi va tegishli idoralar orqali yuritiladi. Lekin bolalar nafaqasi, kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam, ayrim turdagi ijtimoiy nafaqalar parvarish puli, ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali beriladigan yordamlar oilaning hozirgi ijtimoiy ahvoliga bog'liq bo'lishi mumkin. Mana shu joyda xonadon tekshiruvlari, suhbatlar, dalolatnomalar, oila tarkibini aniqlash va daromadlarni tekshirish ahamiyatli bo'ladi. Masalan, birinchi holatni olaylik. 72 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1.200.000 so'm. Farzandlari boshqa viloyatda doimiy yordam bermaydi. Uy eski, kommunal to'lovlar, dori-darmon xarajatlari bor. Bunday insonning uyiga kelib tekshiruv o'tkazilsa, u qo'rqmaslik kerak. Aksincha, u o'z holatini to'g'ri tushuntirish kerak. Men yolg'iz yashayman. Pensiyam mana shuncha, doriga oyiga taxminan 400.000 so'm ketadi. Farzandim doimiy pul yubormaydi, ba'zida yordam beradi. Agar tibbiy hujjatlari, dori retseptlari, kommunal to'lov kvitansiyalari bo'lsa, bular uning muhtojligini ko'rsatadi. Ikkinchi holat. Pensioner ota-onaning uyida 2 nafar o'g'il ro'yxatda turibdi, lekin o'g'illardan biri Rossiyada ishlaydi. Ikkinchisi Toshkentda yashaydi. Mahallaga ariza berilganda esa uyda faqat ota-onamiz yashaydi deyilgan. Elektron bazada esa o'g'illar o'sha manzilda ro'yxatda turibdi. Tekshiruv kelganda savol tug'iladi. Oila tarkibi nechta odam? Daromad kimlarda bor? Agar farzandlar alohida yashasa, buni hujjat bilan yoki mahalla davlatnomasi bilan tasdiqlash kerak bo'ladi.
Aks holda tizim ularning daromadini ham oilaning umumiy daromadiga qo'shib hisoblab yuborishi mumkin. 3-holat. Bir pensioner opaning nomida avtomobil bor. Aslida mashinani nevarasi haydaydi, opa esa undan foydalanmaydi. Lekin baza bo'yicha transport vositasi pensioner nomida. İjtimoiy yordam masalasida bu savol tug'dirishi mumkin. Agar nomingizda mashina bo'lsa, demak mol mulkingiz bor. Bunday vaziyatda bu meniki emas, nevaramniki deyishning o'zi yetmaydi. Agar haqiqatda mashina boshqa odam tomonidan ishlatilayotgan bo'lsa, mulk huquqi masalasini tartibga keltirish kerak. Rasmiy oldi sotdi. Ishonchnoma holati. Kim foydalanayotgani bo'yicha tushuntirish zarur bo'lsa, tegishli idoradan ma'lumot. Chunki davlat bazasi og'zaki gapga emas, hujjatga qaraydi. 4-holat. Bir oilada pensioner buvi, kelin va 3 farzand yashaydi. Kelin ishsiz deb ariza berilgan. Lekin tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, kelin tikuvchilik qiladi, oyiga 2 million so'm atrofida daromad topadi. Bu daromad rasmiy bo'lmasa ham oilaning real ahvoliga ta'sir qiladi. Agar bu pul juda kichik bo'lsa, oilani yordamdan chiqarishga asos bo'lmasligi ham mumkin. Lekin yashirilgan daromad sifatida ko'rilsa, ishonch yo'qoladi. Shuning uchun men doim aytaman, daromadni yashirmang. Lekin xarajatni ham ko'rsating. Masalan, bola bog'chasi, dori, kredit, ijara, aliment, nogiron farzand parvarish kabi xarajatlar bor bo'lsa, albatta ayting. 5-holat. Pensioner bobo o'z uyida yolg'iz yashaydi. Lekin qizi har kuni ovqat olib keladi. Tekshiruvchi sizga farzandingiz yordam berar ekan, demak yordam kerak emas deyishi mumkin. Bu yerda muhim savol, yordam doimiymi yoki vaqti bilanmi? Agar qizi kuniga bir kosa ovqat olib kelayotgan bo'lsa, bu pensionerning barcha ehtiyojlari qoplanadi degani emas. Doğru kiyim, uy ta'miri, kommunal tibbiy tekshiruv, transport xarajatlari bor. Shuning uchun vaziyatni keng tushuntirish kerak. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, ijtimoiy yordam, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olayotgan oilalar. Ikkinchidan, oila tarkibi tez-tez o'zgarganlar. Kimdir uylangan, ajrashgan, ko'chib ketgan, qaytib kelgan, chet elga ketgan. Uchinchidan, nomida mashina, qo'shimcha uy, yer, do'kon, biznes yoki katta miqdorda daromad ko'rinadiganlar. 4-dan, ro'yxatda ko'p odam turib, aslida uyda kam odam yashaydigan xonadonlar. 5-dan, nogironligi, kasalligi yoki parvarishga muhtojligi bor bo'lsa-da, hujjatlari yangilanmagan odamlar. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Pensiyasini qonuniy olayotgan, ijtimoiy yordam uchun yolg'on ma'lumot bermagan, oila tarkibi to'g'ri ko'rsatilgan, daromadi yashirilmagan, hujjatlari tartibda bo'lgan odamlar. Tekshiruv sizga nisbatan ayblov emas. Bu faqat tizimdagi ma'lumot bilan real hayot mos keladimi, shuni aniqlash. Endi eng muhim nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, ro'yxatda turish bilan real yashash har doim ham bir xil emas. O'zbekiston sharoitida ko'p farzandlar ota-ona uyida doimiy ro'yxatda turadi, lekin yillar davomida boshqa joyda yashaydi. Tizim esa ularni shu xonadon a'zosi deb ko'rishi mumkin. Shuning uchun agar siz yordam olayotgan bo'lsangiz, uyda aslida kim yashayotganini mahallaga aniq bildiring. Kerak bo'lsa qo'shnilar ishtirokida dalolatnoma tuziladi. Farzandning boshqa joyda ishlashi yoki yashashini tasdiqlovchi hujjat ko'rsatiladi. Ikkinchi nozik jihat, farzandning yordam berishi. Qonunda va amaliyotda mehnatga layoqatli farzandlar ota-onaga yordam berishi kerak degan umumiy tushuncha bor. Lekin hayot boshqacha. Farzandning o'zi ijarada yashaydi, bolalari bor, ishi doimiy emas. Qarzi bor, kasal bo'lishi mumkin. Tekshiruvda farzandlaringiz bormi degan savoldan qo'rqmang. Borligini ayting, lekin real imkoniyatini tushuntiring. O'g'lim bor, lekin 3 farzandi bilan ijarada turadi. Oyga 500 ming so'm yuboradi. Ba'zida umuman yubora olmaydi degan gap yashirishdan ko'ra to'g'riroq. 3-nozik jihat, kredit va qarzlar. Ba'zan tizim oilaning daromadini ko'radi. Lekin xarajatning og'irligini to'liq ko'rmasligi mumkin. Masalan, oilaning umumiy daromadi 4 million so'm. Tashqaridan qaraganda yomon emas. Lekin 1 million 500 ming so'm kredit, 800 ming so'm ijara, 600 ming so'm dori. 400 ming so'm bog'cha bo'lsa, qo'lda qoladigan pul juda ozish, shuning uchun xarajatlarni hujjatlashtiring. Kredit shartnomasi, ijara shartnomasi, dori xarajatlari, shifokor xulosasi, aliment to'lovi. Kommunal qarzdorlik hujjatlari yordam beradi. 4-nozik jihat, mulk nomida bo'lishi. Ayrimlar uy nomida, lekin eski uy, mashina nomida, lekin yurmaydi. Yer bor, lekin hosil bermaydi deydi. Tizim esa ko'pincha mulkning bor yo'qligini ko'radi.
uning real qiymati yoki foydalanish holatini darhol tushunmasligi mumkin. Agar mashina nosoz bo'lsa, texnik holati bo'yicha hujjat, agar uy yashashga yaroqsiz bo'lsa, mahalla dalolatnomasi yoki tegishli tashkilot xulosasi agar yer daromad bermasa, buning sababini tushuntirish kerak. Har bir gapning ortida dalil bo'lsa, sizning imkoniyatingiz yuqori bo'ladi. 5-chi nozik jihat kelishdi. Rasmga olishdi degan holat. Tekshiruvchilar uy sharoitini ko'rib dalolatnoma tuzishi mumkin. Lekin siz ham o'z huquqingizni biling. Xonadoningizga kelgan odamdan kimligini, qaysi tashkilotdan kelganini, nima maqsadda kelganini so'rashga haqlisiz. Xushmuomala bo'ling, lekin befarq bo'lmang. Marhamat, tushuntiring. Qaysi yordam bo'yicha tekshiruv bo'lyapti? Dalolatnomaga nima yozilyapti? Men tanishib chiqsam bo'ladim deb so'rashingiz mumkin. Agar dalolatnomada siz rozi bo'lmagan fikr yozilsa, men bu qismiga qo'shilmayman. Izohim bor deb izoh kiritishni so'rang. 6-chi nozik jihat, yordam to'xtasa, bu oxirgi qaror degani emas. Ko'pchilik yordam to'xtashi bilan tamom, endi hech narsa qilib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Yo'q, siz sababini bilishga, qaror bilan tanishishga, kamchilik bo'lsa tuzatishga, qayta murojaat qilishga yoki yuqori tashkilotga shikoyat qilishga haqlisiz. Masalan, yordam oila daromadi oshgan deb to'xtatilgan bo'lsa, daromad noto'g'ri hisoblanganini isbotlash mumkin. Oila tarkibida ishlaydigan shaxs bor deyilgan bo'lsa, u aslida alohida yashashini ko'rsatish mumkin. Mulk bor deyilgan bo'lsa, mulkning real holatini tushuntirish mumkin. 7-chi nozik jihat, vaqt. Ko'p odamlar tekshiruvdan keyin 1 oy kutadi, 2 oy kutadi, keyin harakat qiladi. Bu noto'g'ri. Agar yordam to'xtagan bo'lsa yoki arizangiz rad etilgan bo'lsa, sababini imkon qadar tezroq biling. Qanchalik tez hujjat topshirsangiz, shunchalik yaxshi. Ba'zi yordam turlarida muddatlar muhim bo'ladi. Qayta ariza berish sanasi to'liga ta'sir qilishi mumkin. Birinchi qadam, oila tarkibini tartibga keltiring. Uyda kim yashaydi, kim ro'yxatda turadi, kim ketgan, kim kelgan, kim vaqtincha yashayapti, bularni aniqlab oling. Agar yordam olayotgan pensionerning manzilida ishlaydigan farzandlar ro'yxatda bo'lsa-yu, ular boshqa joyda yashasa, bu masalani mahalla bilan muhokama qiling. Kerak bo'lsa, dalolatnoma tuzilsin. Farzand boshqa viloyatda ishlasa, ish joyidan ma'lumotnoma, ijara shartnomasi yoki yashash joyini tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, saqlab qo'ying. 2-chi qadam, daromadlarni yashirmang, lekin to'liq tushuntiring. Pensiya qancha, nafaqa qancha, farzand qancha yordam beradi, uyda kim ishlaydi, kim vaqtinchalik pul topadi, bularni bilib turing. Agar daromad oz bo'lsa, yo'q demang, bor, lekin doimiy emas, oyga taxminan shuncha deb ayting. Yashirilgan daromad topilib qolsa, ishonch buziladi. Lekin ochiq aytilgan daromad yoniga xarajatlar qo'yilsa, real muhtojlik ko'rinadi. 3-chi qadam, xarajatlarni hujjat qiling. Pensionerlar uchun eng kuchli dalillardan biri dori-darmon va davolanish xarajatlari. Shifokor xulosasi, retsept, dorixona cheklarini tashlab yubormang. Kommunal to'lovlar, kredit, ijara, aliment, parvarish xarajatlari, nogironlik vositalari, taglik, aravacha, eshitish moslamasi, ko'zoynak, operatsiya xarajatlari bo'lsa, hammasini papkaga solib qo'ying. Tekshiruv kelganda menda xarajatlar bor deyish bilan mana hujjatlar deyishning farqi juda katta. 4-chi qadam, mulk masalasini oldindan tekshiring. Nomimda nima bor deb o'ylab ko'ring. Uy, yer, avtomobil, noturar joy, do'kon, firma ulushi, dehqon xo'jaligi, boshqa mulklar bo'lishi mumkin. Ba'zan odam o'zi ham unutadi. Eski mashina nomimda qolgan ekan, yer kadastrda mening nomimda ekan, uy bolamga berilgan, lekin rasmiylashtirilmagan ekan. Ana shular yordam masalasida muammo chiqaradi. Agar mulk real sizniki bo'lmasa, rasmiylashtiring. Agar sizniki bo'lsa, lekin daromad keltirmasa, izoh va hujjat tayyorlang. 5-chi qadam. Tekshiruvchilar kelganda xotirjam va odobli bo'ling. Eshikni ochmasdan baqirish, men hech narsa aytmayman deyish, janjal qilish sizga foyda bermaydi. Lekin hamma narsaga ko'r-ko'rona imzo qo'yish ham noto'g'ri. Avval kimligini so'rang. Savollarga aniq javob bering. Agar bilmasangiz, aniq bilmayman, hujjatni ko'rib aytaman deng. Dalolatnomani o'qib chiqing. Siz aytmagan gap yozilgan bo'lsa, tuzatishni so'rang. Imzo qo'yishdan oldin mazmunini tushunib oling. 6-chi qadam, mahalla bilan aloqani uzmang. Ko'p odamlar yordam tayinlangandan keyin bo'ldi, endi hech kimga aytmayman deb yuradi. Holatingiz o'zgarsa mahallaga xabar bering. Masalan, farzandingiz ishga kirdi, kimdir ko'chib keldi, pensioner kasal bo'lib qoldi, nogironlik guruhi o'zgardi,
ijara to'lashga majbur bo'ldingiz, daromad kamaydi. Bu ma'lumotlar o'z vaqtida kiritilsa, keyingi tekshiruvda muammo kam bo'ladi. 7-qadam ariza va murojaatlarni yozma qiling. Og'zaki gaplar unutiladi. Agar yordam to'xtagan bo'lsa, mahallaga yoki tegishli ijtimoiy himoya bo'limiga borib, yordam nima sababdan to'xtatilganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Agar qayta ko'rib chiqishni istasangiz, arizada holatingizni aniq yozing. Men falon manzilda yashayman. Yoshga doir pensionerman. Pensiyam falon so'm. Dori xarajatim falon so'm. Farzandlarim doimiy yordam bera olmaydi. Oila tarkibi bo'yicha ma'lumotni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlarni ilova qiling. 8-qadam. Hujjatlar papkasini tayyorlab qo'ying. Bu papkada pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya miqdori haqidagi ma'lumot, nogironlik bo'lsa tamaki yoki tegishli xulosa, shifokor ma'lumotlari, dori cheklari, kommunal to'lovlar, oila tarkibi bo'yicha ma'lumot, farzandlarning alohida yashashini tasdiqlovchi hujjatlar, kredit yoki ijara shartnomasi, bank kartasiga tushumlar bo'yicha izohlar bo'lsin. Tekshiruv kelganda siz kutib turing, topolmayapman demaysiz, hammasini ko'rsatasiz. 9-qadam. Shubhali maslahatga ishonmang. Ba'zi odamlar ro'yxatdan hammani chiqarib tashla, daromadni aytma. Mashinani vaqtincha boshqa nomga o'tkaz, tekshiruvchilarni uyga kiritma deb maslahat beradi. Bunday yo'l ko'pincha keyin kattaroq muammo keltiradi. Eng to'g'ri yo'l holatni qonuniy tartibga keltirish, hujjatni to'g'rilash, real muhtojlikni dalil bilan ko'rsatish. 10-qadam. Agar adolatsizlik bo'lsa, jim turmang. Ba'zan tekshiruvda xato bo'lishi mumkin. Masalan, boshqa odamning daromadi sizning oilangizga qo'shilib ketadi. Allaqachon sotilgan mashina bazada qoladi. Vafot etgan odam oila tarkibida ko'rinadi. Chet eldagi farzandning doimiy yordam bermasligi hisobga olinmaydi. Bunday holatda mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Kerak bo'lsa, yozma shikoyat qiling. Har bir murojaatdan nusxa yoki ro'yxatga olingan raqamni saqlab qo'ying. Yana bir muhim maslahat. Tekshiruv vaqtida o'zingizni bo'y ko'rsatishga ham, haddan tashqari bechora ko'rsatishga ham urinmang. Haqiqatni ayting. Masalan, uyim ta'mirlangan, chunki bolalarim 3 yil oldin to'y uchun qilgan. Lekin hozir menga doimiy pul bera olmaydi desangiz, bu tushunarli. Televizorim bor, lekin bu yordam kerak emas degan emas, chunki dorim qimmat desangiz, bu ham tushunarli. Hamma narsa vaziyatning umumiy manzarasiga bog'liq. Agar siz pensioner bo'lsangiz va faqat pensiya olayotgan bo'lsangiz, tekshiruvdan qo'rqib pensiyam ketadi deb vahimaga tushmang. Pensiya boshqa masala. Lekin agar pensiyadan tashqari moddiy yordam, parvarish puli, ijtimoiy nafaqa, bolalar nafaqasi yoki kam ta'minlanganlik asosidagi yordam bo'lsa, unda oila tarkibi, daromad, mulk va yashash sharoiti muhim bo'ladi. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz, ota-onangizga yordam bering. Hujjatlarni tartibga soling. Dorilar chekini yig'ib bering. Mahallaga birga boring. Telefoniga kelgan xabarlarni tekshiring. Bank kartasidagi tushumlar bo'yicha tushuntirish tayyorlang. Ko'p onaxon va otaxonlar hujjat ishida qiynaladi. Ular bilmasdan noto'g'ri gapirib qo'yishi yoki muhim narsani aytmay qolishi mumkin. Farzand sifatida sizning yordamingiz ularning ijtimoiy yordamdan mahrum bo'lib qolmasligiga sabab bo'ladi. Azizlar, xonadonma-xonadon tekshiruvlardan asosiy maqsad hammani yordamdan chiqarish emas, balki kim haqiqatan muhtoj, kimning holati o'zgargan, kimda hujjat nomuvofiqligi borligini aniqlashdir. Yordamni yo'qotmaslik uchun eng muhim 3 narsa bor. Oila tarkibini to'g'ri ko'rsatish, daromad va mulkni yashirmaslik, xarajat va muhtojlikni hujjat bilan isbotlash. Agar hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, siz xotirjam bo'lasiz. Agar muammo chiqsa, sababini yozma so'rang, hujjatlarni to'plang va qayta murojaat qiling. Sizning hududingizda ham pensionerlarni yoki yordam olayotgan oilalarni tekshirishyaptimi? Uy yurishdimi? Qanday savollar berishdi? Yordam to'xtaganlar bormi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men keyingi videolarda ham pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va hujjatlar bo'yicha eng muhim masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman.